bahorda kech erta kelishiga qarab o'zgarib ketadi, lekin iyun oyida o'sha ungacha issiqlik yetarli, undan keyin yetib oladi. Farq kam bo'ladi keyinchalik. Xo'p. Bular o'riklarni pishish davrlari o'sha 10-iyungacha olib borganmiz xolos. O'zi juda ham ko'p navlar kelgan, 60 dan oshiq navlar test qilganmiz, lekin ular ichida hozirgi kunda masalan 15-20 ta, 25 ta, 30 xil nav yetishtirayotgan bog'imizda ham eksportda hammasiga talab bor deyapti. Faqat o'sha sifatini hamma o'ng joyida qilib bersak bo'ldi. Ma'lum bir navda yaxshiroq yoki yomonroq deganni eshitmadik hali, lekin bular ichida yetishtirishi, tonnasi, hosildorligi, sifati, yirikligi bo'yicha, ayniqsa yiriklik men o'ylayman kelajakda eng asosiy parametr hisoblanadi. Bu hamma mevalarda ham yirikroq bo'lishi kerak bo'ladi. Ayniqsa o'riklarda erta pishgandan keyin mayda razmerli narsani eksport qilamiz. Hop, bu yerda bitta qaytib turamiz. Bu yerda eng erta pishar hozirgi kunda Mikado bo'ladigan bo'lsa, oxirgi o'sha Lady Code degan sortimiz bor. O'sha yetishtirilyapti hozircha.